ovozliq asar Pushaymay yeshi. 2-qism. Nahiye bozorining kechlik manzarasi to'liq go'zal edi. Panusdek esilgan chiroqlar lapildab yenib turardi. Hamma yangi yil tantanasi qilayotgan bu kechda Rana do'stlari bilan deyishib qo'ygan restoranning oldiga kelib to'xtadi. U atrofga bir qo'r nazar solgandan keyin taroqsib dasab zol ichiga kirib keldi. "Oy, Rana qiz kelibdi balla, qaranglar." Nimachilar chiroyliq bo'lib ketgandi bu qiz. Bugun xeyli payzingiz bor o'xshamamdi. Bizning mahallining qizlari yamanchimi balla? Yavaşta ko'ringani bilan so'rinlardan charaq chiqarib yetdi deyman. Qani o'ltiringlar. "Voy, odam qichil qilmanglar." Rana shundoq deb eg'zini tutqunicha qaqoqlab kelib ketdi. Yangi yilda yangi kayfiyat bilan koni yilni tashlab, yangi yilga kirib ketaylik balla. Qaynamsa, xo'sha, qayna xo'sha. Xo'sha ha. Qayna xo'sha. Rumkalarning charaq-chiroq so'qishtirilgan ovozlari shunchalik zil anglanatdi. Shoh usulliq naqshlar orqa-orqadan qo'yilib, qiz yigitlar usul o'ynash bilan avara edi. Ana shu qizg'in kayfiyat bilan so'rin davomlashmoqda edi. Biroq to'limi ichinishlik ish shu bo'ldiki, bu vaqtlarda Mahmud akaning ko'z yumish oldida qiynalayotgan chog'lari edi. Rana, telefon o'ringlar anasi. Qaytib kelsin. Qizining qochqanligini anglagandan keyin mijozi yanama bek tuvallab ketgan Mahmud aka boshqina ovozda shundoq dedi. Ma'qul, o'zinglarni charchatmanglar dadisi. Ma'qul, men hozir chaqiray. Dedi Lola yosh lig'irlab turgan ko'zlarini Mahmud akadan yoshirib. U qiziga tekrar telefon urgan bo'lsa-mu, telefon ilinmadi. Opsining o'ziga telefon urganligini bilgan Rana atay telefonni bir necha qaytib uzatgan bo'ldi. Asta, nimada qildi bu qiz? Hey, telefonni olsang-chi Rana, sendan o'tinay qizi. Bunda qilmag'in. Deydi Lola o'z-o'ziga pichirlab. Nafaslar kesilib, orom bo'lib qolgan Mahmud aka yana qo'l ishorasi bilan Lolani yoniga chaqirdi. Rana, ben başım balı bo'lib qoldi. Onunqa obdan ko'z qo'lim. Qizim esa silaga qoldi onasi. Men o'rindim onasi. Sizlar o'rinda turmushlik qilinglar. Mahmud akani yana yo'tal tutib ketdi. Bana demeler dadisi. Ben yalnız polislerin ötesinden çıkıp olamayım. Seni çok sakın kimseler. Lola silib yig'lab ketdi. Mahmud akaning ko'z qirchiqlari barg'an sari qisib ketdi. Dadisi. Lola varqiraydi. Ben de
Turinglar dadisi. Ko'zinglarni ochinglar. Nafasdan to'xtab qoldi. Birdala ko'zini yumib, xuddi uxlagandek yotadi. Lalaning yig'izar qilishlari uy ichini bir oldi. Birdanning ichida qo'shni xo'limlar, urug' tuqqanlar yig'ilib ketgan ho'yni ichida bir Ra'no kam edi. Bunda qamag'ay qizim, telefonni olg'in. Sen nada Ra'no? Latanay bir qayta bo'lsa-mu telefonni olg'in. Lala bu qo'ldab yig'lab ketdi. Bu kecha yuraklar qon zardob bilan to'lib o'tmoqda edi. O'rtangan qalblar judolik hasratiga bardam berolmayotgan ko'ngillar ichishib ketayotdi. Subahi nurlarining derizdan morilishi bilan Ra'no ko'zini ochdi. Ichinishli yeri shuki, u boshqa birining yanida yotadi. Men nima qilib qo'ydim? Bu zot qanaq ish? Men bu yaqinda kelib qolgandim. Endi qanday qilaman? Ra'noning yaproqdek ojizdini jig'ildab titrab turadi. Chechini qamollab bir haza turib ketgan qiz yostiqning ostiga bostirib qo'ygan telefonni qo'liga oldi. Odamni uyg'u soldigani shu ediki, Lala uningga 48 qatim telefon urgan edi. Demak, butun kecha uxlamasdan qiziga telefon qilib chiqqanligi belinib turadi. Darhol kiyim-kechaklarini kiygan Ra'no yotqanni bir echig'a kirlikni ko'rib qattiq chechib ketdi va tanlari sirkinib ketdi. Aniqki, u ozg'unlikda o'zini nobud qiladigan darajaga berib yetgan edi. O'zini qo'yarga joy topolmay qolgan Ra'no yanadagi yigitni uyg'otmasdan yotoqdan chiqib ketdi. Hasratlik yoshlari, ochiq nidolari uning vujudini azoblaydi. U o'zining qaysi yo'l bilan qandoq mengib uyga kelib qolganligini bilmaydi. Bu vaqtda Mahmud akini yerlikka qo'yib bo'lgan bo'lib, Lala xuddi kichik qozidek bo'zlab o'ltiradi. Eg'izlarini shimshaytib, Mahmud aka yotgan karvatga yo'linib o'ltiradi. Yenida urug' tuqqanlar uningga tasalli qilishmoqda edi. Qizini ko'rgan Lala Ra'noga aytdi. Voy buzuq, yo'qol ko'zimdan. Bugundan boshlab mening Ra'no ismli qizim yo'q. Ikkinchi bo'lsam qadam olg'uchi bo'lma. Nega borsang bor, ket, chiqib ket. Seni ko'rar ko'zim yo'q. Bechora dadam sening ismingni chaqirib, nechilik azoblandi bilamsan shuni. 4 qaytam emas, 40 qaytam telefon urdim. Tega bezitib, ammo ketishlarim qiziq. Darhol ko'zimda yo'qol. Yo'qol ko'zimda. U qizining chechini yulg'unicha so'rab degidek o'ylidan chiqarib etdi. Hey tanta qiz, nima ish qilib qo'ydingiz? Hey, siz nima desam bo'lar? Ra'noning nevara ochisi shundoq dedi. Lala, bundoq dema. Ra'no sizning qizingiz. Bundoq qilmang, Lala. Lala hech kimning gapini anglamaydi. U shu ochiqda Ra'noning yuziga orqadan necha shapaloq urib o'tgan edi. Appa, meni kechiring. Mendek vafosiz qizingizni kechiring. Hammasi mening sababimdan bo'ldi. Meni kechiring. Deydi Ra'no yalvorib. Dadasining vafoti va opasining bundoq nachar muomalasi yana kelib kichikidan buyon yuz bergan ishlar qo'shilib uni baylab tugashtirib o'tgan edi.
Azg'un qiz shu topda o'zining hovlisiga kirolmay yotadi. Ana balalıktan keçimen. Sendey balam yok mening. Bundan keyin meni apardigichi bo'lma. Sendey qara ko'ngil farzand bo'lamdi. Dadam shu holda yotsa, tashlab ketdim. Yezid. Lalaning ko'z yoshlari saldek oqadi. Atrofdagilarning yo'lab turg'isish bilan yerda o'ltirib qolgan Lala uyga kirib ketdi. Ra'na bo'lsa shu jarang-jarang sovuqda terak yo'langanicha o'ltiradi. Yoshlari mag'zini bo'ylab yepsiz marjandek oqadi. Xato bosgan shu bir qadami uchun dadasidan shundoqla ayrilib qolgan edi. Hatto Mahmud akaning bir necha ig'iz so'zini anglashga fursat bo'lmagan edi. Qalbidagi o'kinish, pushaymon uning vijdonini qiynaydi. Qayg'u nadomat o'tlari tapchib turadigan ko'zlari yig'idan to'xtamaydi. U faqat dadasidanla emas, borliqidan, yoshligidan ayrilib qolgan edi. Dünyada men deymi baxtsiz inson bo'lamdi. Shu kuni nemishqa chiqib bo'lg'aydi. Nemishqa opamning gapini anglamagan bo'lg'aydi. Degandek hasratli savollar qo'lisi qator tizilgan Ra'na nima qilishini bilmay o'ltiradi. Miskin yuragi qattiq puchilib vijdoni hasirda uni mahkam quchoqlab olgan edi. Asar mushu yerda oxirlashdi.